Farzandingizda tungi enuris kuzatilyaptimi? Bundan tashqari xotirasi past va aqliy qobiliyati ham sustmi? Buning asosiy sababi homiladorlikda kuzatilgan onadagi anemiya. Buni bilarmidingiz? Homiladorlik vaqtida anemiyani aniqlash uchun nimalarga tekshiramiz? Eng birinchi umumiy qon tahlili o'tkazamiz. Normada homilador ayollarda gemoglobinning eng quyuq ko'rsatkichi 110 bo'lishi lozim. Ikkinchi navbatda ferritin miqdorini aniqlaymiz. Shuningdek, zarur holatlarda vitamin B12 va folat kislotasi miqdorini aniqlaymiz. Bundan tashqari vrach tomonidan bir qancha tekshiruvlar amalga oshiriladi. Barcha ayollarimizda homiladorlik davrida fiziologik kamqonlik holati kuzatiladi. Buni profilaktika qilish maqsadida esa ularga kunlik doza 60 mg dan 120 mg gacha miqdorda temir preparatlarini og'iz orqali tabletka ko'rinishida ichish tavsiya qilinadi. Anemiyaning boshqa darajalarida esa vrach maslahatiga qarab ish ko'riladi. Qachon vena formasiga o'tishga ruxsat beriladi? Qachonki tabletka ko'rinishidagi temir preparatlarimiz 2-4 hafta davomida qabul qilinganda ham hech qanday natija ko'rsatmasa va qolgan belgilar o'zgarishsiz qolsa. Shuningdek, anemiyaning og'ir darajalarida ham vena formasida o'tishga ruxsat beriladi va bu albatta statsionar sharoitda amalga oshiriladi. Va yana bitta tavsiya, ovqat ratsioningiz tarkibida albatta go'sht, loviya, ismaloq va baliq mahsulotlari bo'lsin. Bu gemoglobinimizni doimo yuqori ko'rsatkichlarda bo'lishini ta'minlaydigan ajoyib mahsulotlar hisoblanadi. Va yilda bir marta shifokor nazoratida bo'lishni kanda qilmasligingizni ham tavsiya qilib qolaman.